Assalomu alaykum hurmatli hamkorimiz yozlar va biz YouTube tarmog'ida kuzatib boradigan hurmatli obunachilarimiz. Biz bugun Farg'ona viloyati Farg'ona tumani, hop, eski Gagarin deyishar ekan bu yerda. Hozirgi nomi Sultonobod. Shunaqami? Sulaymonobod, uzr ming bor. Biz YouTube tarmog'idagi obunachimizni xonadonlariga kelganmiz. Akamizni shunaqa uyini oldi ayvonlarini uni terasga qilib to'sib berganmiz. Xo'p, profillarimiz alyumin aldox bir cross profilida, zolotoy dub, aynilari 2 qavat oq yo'di uy bo'lgan. Ofshi teraskamiz uzunligi 12 metr atrofida. 11,5, где-то bir 12 metr ham deylik. Xo'p, bu yerda jami 2 eshik, 2 tabishli rom, har bitta romida 2 tadan ochilish, eshigimiz oldida 3 tadan ko'zlik, bittadan romimiz joylashgan. Ko'rishlaring mumkin. Ustunga to'xtalib o'tamiz. Buni biz qilmaganmiz. Buni klientimiz o'zlari buktirib olib kelib berdi. Ko'rib turibsizlar, chiroyli qilib qatirib joy-joyiga qo'yib berdik. Xo'sh, ichkaridan bitta ko'rinishi, ochilib-yopilishlarini ko'rsatib beraman. Ruchka zamoylarimiz Graf firmasiga tegishli doimgidek ko'rishlaring mumkin. Ochilib-yopilishlari juda ham mexki bo'ladi buni. Kalitlari va rezinkalari SPS bosma rezina doimgidek. Tagini PVH 2 kamerali lambra bilan to'sib berganmiz. Ochilib-yopilishlari. Xo'p, bu yerda ikkita eshik yonma-yon bo'lgan. Sababi uyimizning old ayvoni keyinchalik ikkiga bo'linar ekan. Shuni hisobiga ikkita qo'yib berganmiz. Xo'p, uyimiz ikkiga bo'linganning hisobiga har bir tomoniga ikkitadan ochilishini qo'yib berganmiz. Ochilib-yopilishlari ham juda ham cho'tka holatda. Delfinlarimizgacha hatto Graf firmasiga tegishli. Patagonik qo'yib berganmiz 30 lik Comfortdan. Comfort firmasi hozirda juda ham zo'r chiqyapti Patagonniklari. Laminati ham, o'zining mustahkamligi ham. Ko'rishlaring mumkin. Ayniklari 2 qavat oq yo'di holatda bo'lgan, alyumin butilchida, germetika, dori, poni full holatda bo'lgan. Aylantirib penalarigacha sepib berganmiz. Xo'sh, akamizga o'zi asli 10 kun muddat aytgandik. Alloh qodir qilib, bugun adashmayotgan bo'lsam 7-6 kun, 7-kun bo'lsa kerak. Bir haftada olib kelib, mana ishlarini tugatib, o'rnatib topshiryapmiz. Odatda bunaqa teraskalarimiz rasxodbay hisoblanadi. Narxini atdeni aytib berishga harakat ham qilaveraman. Xo'p, 280 ga balandligi 215. 5 ta ko'zlik, ikkitasi ochiladi, aynaga 2 qavat oq qo'yadi, Patagoniga. Xullas, mashq holatda 4 million 200 ming so'm atrofida chiqadi. Buyoqlari eshikda 120 lik qo'yib berganmiz. Eshigimiz o'sha balandligi 280 bo'lish kerak edi. Agar adashmayotgan bo'lsam 280 ga qo'yilgandi. Eshigimiz endi 120 lik, eshigimizning balandligini, ochiladigan qanotini 2 metr qo'yib berganmiz. Aynilarini gapni ochig'i klientimiz bilan tortishdik. Klientimiz gulli ayni qo'yib bering dedi. Biz yo'dib ayni hisob beramiz, tashqaridan bir xil bo'lsin dedik va bir to'xtamga keldik. Endi eshikda ochiladigan qanotlarni 2 qavat, bir qavatini oq gulli qilib berganmiz. Gulli tomoni xonaning ichkari tomonida qolgan. Shunda klientimizning talabi ham, bizning talabimiz ham bir xilda bo'lib chiqdi. Tashqaridan qaraganda yo'dib bir xilda ko'rinib turadi, ichkari ko'rinmaydi. Xudo xolisi, shuning bilan bugungi montajimiz o'z nihoyasiga yetyapti. Qubba Akifa bilan qoling. Qubba Akifa doimlar bilan joninglar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.